Jo'rajonim qalaysiz? Bilaman baribir kechqurun yarim kecha soat 12:30 daydilikdan kelasiz. Yo'q, yana o'zicha motivatsiyani yoqib, kechqurun sekin mashinchaning ichidan tushmay o'tirasiz. Bir 5 minut. Jik kommentarlarni o'qib, telegramlarni o'qib, ha. Qalay bo'ldi, qo'y? Qalay bo'ldi? Nima? Choyxona. Mayli ha shef, tushunaman, endi baribir yarim kecha ishingizni tugatasiz-ku. Omazingizni bersin, charchamay yotibsizmi, hay? Endi sekin katta buratanlar sekin, soat 11dan keyin sekin bir qiyshayamizda keyin, ha? Mayli shef, omazingizni bersin. Endi bilaman baribir ertalab vaqtli soat 9 bilan turasiz. Mayli telefoningiz bezib qilasiz-ku baribir. Siz mayli shef, omadingizni bersin, sog' bo'ling.